226 حديث. عن مصعب بن شيبة عن أبيه مرفوعا إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس وإلا فلينظر أوسع مكان يراه فليجلس فيه. مصعب ibn Shayba habarita o'zining atisidan atisi payg'ambarimizdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan, agar birarigiz biror majlisga keldi ekan, agar birarigiz biror majlisga keldi ekan, o'zini bo'sh o'tirga bo'sh o'rin qarasa, yo'q, durust tugul. Agar birarigiz majlisga keldi ekan, agar shu majlisga kirgandan so'ng, agar ana o'rin bersalar, o'rin ko'rsatsalar, shu o'ringa o'tirsin. Shu o'ringa ko'rsatgan, bergan o'ringa o'tirsin. Endi bir kishilar o'rin bermasa, o'zini bo'shroq, kengroq bo'sh o'rin topsin-da, shunda borib o'zi o'tirsin. Anladingizmi? Ya'ni majlisga kelgandan so'ng, agar senga masalan kelib kirding bir majlisga, senga o'rin berdilar ekan, shu bergan o'ringa o'tir. Endi bir kishilar o'rin bermasa, kengroq, bo'shroq o'rin qarada o'zingga, shunda borib o'tir. Davom etamiz.